Alaykum. Assalomu alaykum do'stlar. Hozir operatsiyadan chiqdim. Endi yon ta'sir qilyapti, og'riq. Ikkita tishimni operatsiya qildilar. Voydod. Ta'sir qilyapti yomon. Borib issiqgina o'ranib yotaman dori ichib. Assalomu alaykum. Voydod. Endi tepyapti operatsiyadan keyin. Sirdaryo, assalomu alaykum. Qandaysizlar, yaxshimisizlar? Qarangiz, hozir operatsiyadan chiqdim. Mana hozir chiqdim. Operatsiyadan mana shu yerda hozir operatsiyadan chiqdim. Tikib qo'ydilar. Tikib qo'ydilar, hozir implant qo'yib. Endi ishadi yuzim. Dori ichdim. Hozir yana borib uyga ichaman. Krasota требует. Krasota bo'lsin, og'riqdan keldim shu yerga. Shifosini bersin, rahmat. Yo'lga chiqing debdilar. Xo'p, hozir chiqaman. Hozir operatsiyadan chiqdim. Yo'lga chiqib ketaman. O'z chimodanlarimni yig'ishtirib. Assalomu alaykum. Shifosini davom ettirish yo'g'a yuraman. Ozgina kun o'tsin, sal tinchlansin. Tishlarim o'ziga kelsin. Rahmat, tish azobi yomon ekanda. 3 kilo ozdingiz, 16 kilo. Sizni yaxshi ko'raman, men ham yaxshi ko'raman sizlarni. Qasaqlashadi, xo'p. Siz kuchlisiz inshaalloh. O'zinglarni ehtiyot qilinglar. Yomon og'riyapti. Ketdim dori ichay. Og'riqdan tinch o'tira olmayapman, qimirlab o'tiribman. Dorilarni, ukollarning ta'siri ketyapti-da endi. Salom. O'ranib yoting, ha, hozir borib shunaqa qilaman. Yomg'ir yog'yapti yana. Voy.